qabulga 3 yoshli qizchani olib kelishgan. Kesarova yo'li bilan tug'ilgan. Ekstremniy Kesarova, oyisi simfizit bo'lgan. Simfizitligini bilmagan. Keyin bu qizchamizni oyisidagi kuchli og'riq hisobiga Kesarova qilib tug'dirishgan. Kindiki bo'yniga o'ralmagan, to'g'rimi? Hozir oyisining shikoyati bu qizda Dalifa sigma. Dalifa sigma bu yo'g'on ichakni normadan oshib uzayib ketishi, uzun bo'lib ketishi. Buni ko'pincha operativniy yo'l bilan kesib operatsiya qilishadi, lekin nima uchun Dalifa sigmaligini hech kim tushuntirmagan. Hozir bu qizni opachasini ham ko'rdik. Opachasida ham mushak bo'shligi, DSTsi bor. DST ya'ni biriktiruvchi to'qima bo'shligi. Juda ham mushaklari bo'sh va oyog'ida valgusniy deformatsiya. Sinisida esa Dalifa sigma. Oyisini o'zini qo'llarini, badanini ushlab ko'rsam, oyisini o'zida mushak bo'shligi bor. Bu degani bolalariga ham o'tgan. Endi Dalifa sigma nima uchun kelib chiqdi desa, mushak bo'shligida ichaklarni ushlab turadigan svязкалар bo'ladi. Yo'g'on ichakni ushlab turadigan svязкалар mushak bo'shligidan bo'shab ketgani hisobiga ichak uzayib ketadi. Ayniqsa sigmovidniy ichagimiz petla hosil qilib uzayib ketgani hisobiga ichi qotadi bolani. Bunaqa holatda preventiv vrach bilan ishlash kerak bo'ladi. Preventiv vrach defitsitlarini to'ldiradi va sportga berish kerak bo'ladi. Bolani mushaklari tonusga kiradi va keyin уже osteopat ishlasa yaxshi samarali yordam beradi.